navbatdagi xaridorlarimizni ko'rsatib beryapmiz. Joyida qanaqa ulanadi, qanaqa ishlatiladi, generatorga ham ishqoz bo'lishyapti. Через generator orqali yomg'irlatib sug'orish tizimi ishlatib qo'yamiz. Ko'rishingiz mumkin. Sepganini ham birato'la o'lchab olamiz. Mana shu yerdan necha metr sepganini birato'la ko'zinglarning oldida o'lchab olamiz, akalar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. O'sha aytganimda o'rtoqlar 25 metr masofaga suv sepib beryapti. Hozir plastmassali pushkamizni eksperiment qilib xaridorlarimizga ko'rsatib beryapmiz. Qashqadaryodan to'g'ridan-to'g'ri chiroqchidan kelishibdi. Pushkaga ishqoz bo'lib o'rtoqlar bular dehqonchilik qilishar ekan. Nima ekiniz bor aka? Makkamiz bor aka, Makka. Makka ketidan nima qilmoqchimiz? Beda. Hozircha Makkaga, keyinchalik Bedaga pushka bilan sug'orish tizimini o'rnatishmoqchi ekan. Bularga hozir ko'rsatib, ishlatib, qanaqa qilib ishlatiladi, xullas ustanovkalar to'g'risida ham ma'lumotlar berib turibdi. Xohlasa hozir mana kuzatib boryapmiz. Shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, kelaverasizlar.